har 2-3 kunda qilsak, bir 2-3 marta shu bilan arilarimizni kasallikdan xori qilgan bo'lamiz. Uncha oziqlantirgan bo'lamiz. Bu shavul kislotasini ichida o'ziga yarasha vitaminlari bor, o'ziga yarasha bir arilarga foydali narsalari bor. Mana shu holatda cho'miltirib chiqamiz. Bo'ldi. Hech bir qiyin joyi yo'q buni. Oddiygina, soddagina mana. Va arilarimizni ustini yuvib qo'yamiz. Shu bilan qarabsizki, bu shavul kislotasidan foydalangan bo'ldik mana. Bir xilga asalaricha hamkasblarimiz qanday qilinar ekan, nima bo'lar ekan deb o'ylanib o'tiradigan ish emas-da. Oddiygina, soddagina bu tomoniga ham sepib ko'ramiz. Mana. Bo'ldi, olam guliston mana yuvib qo'yamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lmagan insonlar obuna bo'lib qo'ysa, like bosib qo'ysa, juda ham xursand bo'lamiz. Hammaga katta rahmat.